我们的媒人节目。 Salam ekran aldiki qadrli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar elchi programmamizning yangi soni chiqqan. Undaq bo'lsa, bugungi sonimizdagi ustozlar bilan tanishib chiqaylik. Avtonom rayonlik madaniyat yurtining ommaviy madaniyat tadqiqotchisi, davlatlik birinchi darajalik aktyor, kasban turmush tang muvaffaqiyat qozonayotgan sevimli san'atkorimiz Xayrigul Hasan. Qashalimiz Xayrigulda. Şinjan Subi advokat o'rnining hamkorlashuvchisi, pishqan kasbchan advokat Fatigul Abduqodir qarshalimiz. Fatigulda qarshalimiz. Rayonimizda ko'zga ko'ringan psixika maslahatchisi Ali Ma'lim qarshalimiz. Uchinlar bilan keng kushada mungdishib, ko'pchilikni xushal qilsak deymiz. Rahmat sizlarga qimmatli vaqtingizni chiqarib ketganinglarga. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, agar siz bir ota-ona bo'lg'uchi bo'lsangiz, farzandlaringiz to'y qilish yoshiga yetgan bo'lsa, yo'llarda mengayotgan jubgarlarga qarab, balam bo'lsa-chi deb qolasiz. Agar siz jo'rsiz holatda bo'ytaq yashayotgan bo'lsangiz, to'y bo'sog'isiga qarab intilayotgan bo'lsangiz, bog'chilardagi jubgarlarga qarab, shu men bo'lib qolsam-chi deb qolasiz. Biz mana shunday ehtiyojlarni ko'z tutib, elchi programmasini yo'l qo'ydik. Qiynamsa chiroyli qizlarni sahnamizga kutib olaylik. Marhamat. Chiroyli qizlar sahnamizga xush kelibsizlar. Qadiminglarning elchi programmamizga yarashib kelishini umid qilamiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, biz bugun birinchi bo'lib kutib olgan mehmonni ekran orqali ko'rib boqaylik. Marhamat. Yaxshimsizlar, ko'rmanlar. Mening ismim Abdukim Abduz, bu yil 26 yosh. Bo'yigizga 1.88 m, mijoz xarakterim bo'lsa xushxo'y chiqishqoq, kasbim bo'lsa operator. Bu programmaga kelishdagi maqsadim bir niyat, bir arzuga loyiq tepish. Undaq sahnadagi barcha qizlar, suhbat o'tgan ustozlar, menlarga mendan sig'inish salom alaykum. Ağzınlarımı sığınışlık salam dedi. Demek, elçi programımızga ustazlarını sığınıp kepti. Özünüzmüş programın körüş jaryanida köz dikip koygan biren nişan var mı? Ya ki manım şertki çıraylık cananlar bilen özara fikir almaştırılış maqsad keldiniz mi? Ko'nglimga yaqindak biraz bo'lsa. Demek izlab baqay deb keldiniz. Shunaqmi? Nima kasb bilan shug'ullanasiz, Abdukim? Operatorlik kasbida. Operatorlik kasb bilan shug'ullanasiz. Odatda suratga oldigan temalar qanday, masalan, har xilmi? Har xil bo'ldi. Endi ba'zi kinofilmmi? Kino, yo'q. Mikrofilm, ananiki qisqa 3 minutlik, 5 minutlik degandek ko'rinishlar. Operatorlik qilish jarayonida demak obrazlarni xil tushunib qoldingizdan, ha? Undaq bo'lsa, mush qizlarning ichidan, masalan, muhabbatlashayotgan holatdagi bir go'zal qizning obraziga kim bakrak tushidi qarab beqing. Agar hozir siz rejissyorlik nuqtasida turib aparatingizni tikladingiz, surat kelishi oldida mush qiz bo'ladi ekan deydi. 2 nomerli qiz. Arzuma, qaysi alohidligi bilan arzuni tanladingiz? Badan shakli, taqtoqqa degan. Va apparatga tushishi, nayt o'lchamlik demoqchi. Demak, rahat suratga olaman demoqchi, shundaqmi? Rahmat. Odatda operatorlikdan sirtqi vaqtlarda nima ishlar bilan mashg'ul bo'lasiz? Mashina setishlar. Mashina setish? Demak, mashina setish qo'shimcha kasbingiz ekanda? Qo'shimcha kasb. Undaq bo'lsa, qolgan nuqtalardan qizlar o'zaro fikr almashtirib baqsanglar bo'ldi. Arzu? Yaxshimsiz? Yaxshimsiz. So'rab baqsam, endi yoshlar bo'lgandan keyin ko'pincha vaqtlarda birga o'ynag'ini qiz-o'g'illar bilan chiqsizlar-ku. Masalan, qiz-o'g'illar o'tirish bo'lib qolsa, kech qolgan vaqtda odatda qizlarni uyga olib qo'yamsiz. O'zim yoqtirgan bo'lsam, olib qo'yishim mumkinligi undan majburiy besimda. Masalan, oshnasi do'stona, do'stona bo'lsa, cho'qim olib qo'yman. Masalan, ma'otingiz o'g'andek olib qo'yamsiz yana. O'sha do'st qizlaringizni. Agar qiz do'stingiz bo'lsa, olib qo'yamsiz demak. Agar qiz do'stingiz bor ostida siz yana qiz-o'g'il yig'ilish qilib berib qoldingiz. Uning orasida sizning do'stingiz bor. O kun ya uning mijozi yo'qib qoldi, ish qilib, cho'qim meni olib qo'ya deb turasiz, qanaqasiz? Balkim olib qo'ymasligim mumkin. Nima uchun? Chunki
Endi mening muhabbatim bo'lgan odam u ishlarni bilib, u bu qilib qolsa, o'tirimiz ziddiyat tug'ilib qolishini men o'zim xohlamayman. Telefon qilib, manda do'stim hozir manda ahvolda men uyga olib qo'yay degandim deb so'ramsiz. Endi ashunchalar bak jiddiy holatda bo'lsa, uni qilaman. Endi bak unda bak bo'lmasa, balkim olib qo'ymasligim mumkin. Bo'ldi. Qani davomlashtirsanlar bo'ldi. Aliya. Yaxshimisiz ablikim? Yaxshimisiz. Men qarasam yeyishimiz haqida moslashmaydi ekan, ammo bir savol so'rag'im keldi. Bo'ldi. Siz hozir operatorlik bilan shug'ullanadi ekansiz. Qo'shimcha mashina sotadi ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bu qo'shimcha maxsus bir do'koningiz bormi yoki o'zingiz masalan birazdan avval bilan o'sha mashinani battada aloqa qilib setish bergan bo'lsam degan bunday ish. O'zim o'z oldimga sotaman. App almashtirib sotaman. Mablag' sepaqdingizmi? Albatta, mablag' solamanda chunki olaman, chiqaraman. Bu mablag'ni o'zingiz mustaqil sohamu yoki uydagilar berganmi? Boshda uydagilar sepgan, keyingisini o'zim domlatgan. Yaxshi. Lekin yosh farqimiz bo'lganligi uchun men chiroqni o'chirib to'g'ri tushuning. Tam men sendan bir savol so'rayman. Bo'ldi. Bu shu mashina bilan ayolning qanday o'rtaq aloqaligi bor? Mashina bilan ayolning. Demisin ba'zi Altına ayollar oysan mashinani bo'ladi-ku. yaxshi ko'rdi. Hechqisam bir o'rtaq aloqaligi bo'ldi-ku. Mencha shu bu mashina degan narsa hisobda bir temir xotin demdi. Staraq. Nima? Temir xotin. Temir xotin. Hisobda o'zimizning ayolni asragandek xuddi uning shu yuvib, tarab, shu adamga o'xshash yeb ichib qilgan ekan. Shuni asrab ishlatganga tushliq bizga o'zining ortiqchiligini bizga chiqarib beradi deb. Demak, qancha asrasa, shuncha rohatlik berdi demakchi, shundaymi? Shunday. To'g'ri. Shu Qaysini bakrak asrash kerak sizcha? Mencha ikkilisini o'xshash etmash kerak. Tang nisbatda asrash kerak shundaqmi? Shunga masalan shu erlarning orasida shu mashinani bilan xotinni boshqalar berib turish bo'lmaydi deydigan bundoq bir gap bordi. Shu mashina solsa, do'stlari bermaydi mashinani-ku. To'g'ri. Mushundan nima chiqib turyapti desa, mashinami amaliyot mashinaga ot. Odamning eti-ku. Ot o'zgarib, anadagi mashinaga aylandi. Men mush tunji mashinamni setayotgan vaqtda o'zimda yosh chiqqan mening. Xo'tash mashina meni setib etma deb pichirlayotgandek-ku, hissiyot kirib qoldi, shunda ishlaydiganda. Gerçi almoqchi bo'lgan mashinamiz undan noch bo'lsinmi? Mashinada nurg'un aslimalarimiz, nurg'un jarayonlarni beshikda o'tkazdi, nurg'un safarlarni men bilib. Shunga o'xshash amaliyotda nurg'un vaqtlarda bir mashinami odamdek shunday hissiyot olmisha oladi. Shunga xotimish inimiz javob bergandek, mashina qancha asrasa u shuncha rohatlik bag'ishlagandek, ayolnimi qancha asrasa u erga shuncha rohatlik bag'ishlay oladigan. To'g'ri. Bo'ldi. Qani qizlar davomlashtirsanlar bo'ldi. Go'zal. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men sizdan shu yurayotgan vaqtda eng ko'p yuz bergan bir ekanini so'rab baqsam. Masalan, siz bilan uzoq mezgil yoki 4 yil 5 yil yurdik deylik. Yurib bo'lgandan keyin uyingizga qo'shilmadi buningga. Navoda cho'nglar yo qizalga tursa yo bizga tursa desa, siz qaysi taraf tursiz? Bu savol bizim bek cho'ngib ketdi. Bu xuddi bir qiyiqda ketib, opang bilan qiz do'sting yoki ayoling bo'lsa, qiyiq o'rilib tushish ehtimoli bor, cho'qim bir odam tushib ketish kerak yoki bo'lmasa, ona bilan ayol tushib ketib qoldi. Birisini qutqizish to'g'ri kelsa, qaysini qutqizsa degandek eg'ir kelyapti. U vaqtda bar kuchim bilan tirishman. Sizni to'g'ri tushuntirib, qabul qila olguncha kuchayman. Agarda qat'iy qabul qilinmayman degan kelgan vaqtda balkim üzülüşü mümkün. Demek vazgeçişni tanlaysiz shundaqmi? Ramila, savol yo'qmi? Chirig'ingiz o'chiq holatda turyapti-ku? Bir uchraytay deb turgandim. Nima uchun o'chiraytishni o'ylab qoldingiz? Men uchiq yuruq, yumoristik o'g'illarni yoqtirman. Ablikimizga eg'irroq ta'sir berdimi? Eg'ir, mijozi, romantik tipdagi o'g'ilga. Shunga eg'ir, lekin romantik tipdagi o'g'ilmika? Asla ta'sir berdimi? O'chiraytishni o'yladim. Gulmira, nima uchun chiroqni o'chirayotganligingizni so'rab baqsaq bo'lamdi? Pek iliqqa mos kelmaydiganmiz shu. Masalan, taqturuq jihatdami, mijoz jihatdami? Taqturuq jihatdan.
Bakrak uruq mekan. Bo'ldi. Rahmat sizga. Mayra. Men de alır ücreti edip turganmiz. Sizmi o'chirib yetishni o'ylashdingizmi? Nima uchun? Yesi bak kichikkan. Lekin shu savol so'rag'im kelib qoldi. Qani, so'ra. Albatta siz dedingiz-ku, men ikkinchi nomerlik mayirni ekranga chiroyli chiqadi ekan, bundaqkan shuni tanladim deb. Siz sahnaga chiqishga maqsadingiz ekranga chiroyli chiqqan qizlarni tanlashmi yoki jo'r tanlashmi? Mendeki maqsad bu nodagi maqsad siz xato tushundingiz Mayra. Mayraning sezgirligi sal ishib ketib qopti. Siz operator ekansiz. Sizcha qaysi qizlarni rejissyorlik nuqtasidan tanladsa ekranga shuni tanlaydingiz? Desam faqat kasbiy nuqtadan tanladi. Buni turmush bilan mantiqiy unda bo'lsa o'zimning xiyol bilan baktık gapni yaxshi tushunmayapman. Mantiqiy ajib chiziyala ana dedi poylab. Ha, deb bo'ldi. Savolingiz shumi? Savolim shu. Chiroqni endi o'chirib yetishni tanlaysiz. Yosh masalasi asosli masala. Bo'ldi. Bo'ldi ma'qul. Kechiring. Bo'ldi. Qarasak go'zalmi chiroqni o'chadi-ya. Balkim savol qanoatlangani bo'lishi mumkin. Biz qaraydigan bo'lsak hammani o'chirib atdinglarmi? Qizlar. Aynur siz mi o'chirib atdingizmi? Abay güzel savol so'ragan vaqtda 4-5 yil aralashgan qizlar bilan endi aralıq tanlash bo'lib qolsa, amalba tushundiramagan asosda shu voz kechish tanlayman degandan keyin keskin javob berdi, ta'sir qilib qoldi. 4-5 yil bo'lgandan keyin bir qizvalning yoshligi hisobda. Shunga voz kechsimi? Meningcha amalba atasini onasi unab qolarki deb o'ylayman-ku. Xayrgulda ota-onalar nuqtasidan mushu masalaga tahlil yurgizib baqayli. Sizin bir ana, agar mushundaq masalaga o'g'illar tush kelganda ota-onalar qanday o'rinda turish kerak? Endi hammamizning o'g'li va qizi bor. Rost bu arzu bay degandek 4-5 yil vaqt 20 yoshli qiz bo'lsa 5 yilda 25 yosh kirdi degan gap. Uning tanlash nuqtasimiz bir bala yoshligini isrof qildi. 25 yosh kirgandan keyin u qaytadan noldan boshlash kerak danglar. Bu vaqtda bu yarısını saqaytib qaytadan yana bir sin yaxshi ko'rish uchun qizlar uchun tasga keldi. Shuning bo'z ota-onalarga tavsiya qilganimiz balalar 4-5 yil birga yashayolgan keyin bularning o'rtaqligi bor, bularning magnit maydoni bir-birini tatishgan, bularning o'ttirisida mijoz xarakterdimi chiqishqanlik nurg'un omillar birga kelgan vaqt 4-5 yil juralaydi-ku. Şu ata-onalar bu ishga bek cho'ng aralashibamizsa, andaq bo'lsa o'zingning tanlashi, men faqat sen almoqchi bo'lgan qizning yoki oilasini yoki o'zini yoki men mijozini yoki xizmatini yaxshi ko'rmadim. Kelgusida mushu jihat ixtilof bo'lib qolsa, men uningga yordam qilolmayman. Cho'qim o'zing mushu turmushni boshqa chiqishga tirishchilik ko'rsatish kerak. Mushuning qarshiliqlarning ko'zinglar yetamdi degan talablar bilan, yaxshi orzular bilan talabni qo'yib turib, o'zing yaxshi ko'rgan yerlarni qo'yib turib bir tarafqisi to'g'ri bo'lamdiki. Rahmat Xayrgulda. Patigulda, sizning oldingizga kelgan dilo misollar ichida hozir biz masalan to'ydan burungi ahvolni deyishyapmiz-ku, ota-onalarning to'ydan burungi qarshilik masalasi haqida paranglashdik. To'ydan keyingi ahvolda ota-onalar sababli ajrashayotgan dilo misollarimiz bormi? Mushu ota-ona turmushi, farzandlarning turmushiga aralashib, farzandlar ajrashib ketgan ahvollar xili bor. Xili bormi? Masalan, men mushu bundaq dilolarni ko'p ishladim. 3 yil bo'lib qoldimki, bir qiz meni advokatga taklif qilib keldi. Nima sababdan ajrashsizlar deb so'rasam, yo'ldoshim yaxshi, bir qizimiz bor. Yo'ldoshim bilan davomli o'tish imkoniyatim bor. Lekin yo'ldoshimning opasi qaynopam turmushimizga davomli aralashib oldi. Buningdan keyin mushu qaynopamning hayotli bo'ladi ekan, mening davomli yo'ldoshim bilan xotirjam o'tishga ko'zim yetmadi. Shunga ajrash qaroriga keldim deb kelibdi. Şunun bilan biz sudga arz qildik. Sudda taraflar kelishim bilan ajrashib ketdi. Bunda ahvollar bor. Mustaq ahvollar uchragan vaqtlar cho'qim ko'ngillar yerim bo'lib qoldi bo'laymi? Albatta. Mushu 3 yilning oldidagi mushu dilo haqiqatan shu o'g'ilning opasidanki mushu ayolning turmushiga aralashib sababidan ajrashib ketgan. Shu qizim ashtaq dedi-ku, yo'ldoshim yaxshi davomli o'tish imkoniyatim bor, lekin qaynopam davomli turmushimiz aralashadi, charchadim. Endi buningdagi davomli o'ssam, o'tishga ko'zim yetmaydi. Shunga eng yaxshisi buraq ajrashib ketay dedi, ham kelishim bilan ajrashib ketdi. Endi munosabatli qonunlarimizda mushu ayolninki o'ylanish ishi o'z ixtiyori bilan bo'lishi kerak. Buningga 3-bir shaxsningki avlish verishi, masalan, mush orqali
payda menfaat undirib oldigan mundaq qilmishlari men yiqiladi. Bu xato qilmish. Qonunda bu aniq belgilim bor. Şuna bo'lsa, şu ev ayollarınki ata-analar bo'lsin, mayli qaynacha, qaynısınlar bo'lsin, bo'lsa, şu her ikki taraf bolalarga yaxshi xizmat ishlab, ularga mesela birisi yamanlab kelsimi, unda qilma. Chiroyli uyingni tutib qol. Xayriguldan o'tgan kisallarda shunday bir yaxshi gap qildi. Uyga qaytib borsam, sizning uyingiz bor bolam shu yerga keting degan deb. Mana shunda isil onlarning gibi ro'yidan ugunib, amallar bor, shu ev ayollar yaxshi o'tib kelsa, bolalar yetim bo'lmasa. Rahmat. Rahmat Batigullar. Deymizmi biz turmushdagi bunday ochiq qismatlarning ko'p oilalarda takrorlanmasligini ham paydo bo'lmasligini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Alima olim sizcha navbatda qizlarimiz chiroqni o'chirib yetib qoldi. Ablikimning bayatdan qiz savoliga bergan javobi buning sababchi bo'ldimi yoki boshqacharoq sababni his qildingizmi? Endi bu yoshlar bilan ota-ona o'rtasida nurg'unlagan bevosita deyilmagan nurg'un sabablar bo'ldi. Odam qanday vaqtda psixik o'zgarish bo'ldi desangiz, odam yangi bir salohiyatga erishganda yoki o'zining burunda saqlab qolgan salohiyatini yo'qotgan vaqtda odam xuddi o'lib tirilgandek nihoyat bearam bo'ldi. Ba'zi odamlar bu jarayonda boshqa to'g'ri muomala qilolmaydi. Misol, bir qiz oldi, bola edi. Tuyuqsiz hamda cho'ng bo'ldi. Cho'nglab homildor bo'ldi. Bu vaqtda uni qo'rqish bo'ldi. Çünkü ezelden ana degan bir salohiyatni qanday bo'ldig'ini bilmaydi. U faqat bola edi. Hamda u ana bo'lish oldi nihoyat ojizlab ketdi, qo'rqiydi. Shunga homildor bo'lgan vaqtda ayolning psixikasidan ojizlab ketishining sababi shu. Bu vaqtda ular eng muhtoj odam kim o desa, eri, nima qilsa, u qo'rqidi. Siz bir narsadan qo'rqqan vaqtda yaningizda birisi bo'lsa ham qo'rqmaysiz. Hatto ba'zi qo'rqa ketib, yanimiz hech kim bo'lmasa, isqirtish orqali biz yoki gap qilmash orqali yanimiz bir odam bordek tuyg'u bilan biz qo'rqmaymiz. Shunga bunday vaqtda erning ashni yendi turishni orzu qiladi. Endi u bolalik bo'ldi. Bu jarayonda bir o'zgardi. Nihoyat o'zgardi, o'zgargandimi? Ham bundoq maslashidi. Maslashi bolas cho'nglab, hamda u xuddi burun onaliqqa qanday erishgan bo'lsa, yana onaliqni shunda qo'yib berish kerak. Odam nima qazaplanadi? Odam asli yo'q bir narsani qo'yib bermaganlikda. Endi uning o'g'li cho'ng bo'ldi. Cho'ng bo'lib, barbara uning qo'ldan chiqdi. Chiqayotganda endi nurg'un onalar onaliq salohiyatini qo'yib bermaydi. Shu tufayli ongsiz holda bolasining ishiga to'xtamay aralashish, hatto ajrashtirib olishni xohlashning o'zimi yanla onaliq salohiyat uchun bolani yenda tutib qilishdan iborat bir ongsiz qaror shakllanayotgan. Shunga bundaq vaqtlar kelganda yoshlar ota-onasining teklifini olish kerak. Ammo ota-onasi yaxshi ko'rmaganlik tufayli o'z jo'risidan ayrilish bu xato. Chunki bu yerda yaxshi ko'rmaslik masalasi yo'q. Agar ota-onasining ayrılib ket yoki uning bilan to'y qilma degan sababida bu bola bilmaydigan, ammo biz o'ziga ziyon bo'lgan ba'zi sabablar bo'lsa, bu sabablarni ota-ona ta'minlab bersa, bola o'ylanib shu sabab taklifdan anglish bo'ldi. Ammo nuqulda men yaxshi ko'rmadim degan bir bema'ni sabab bilan bu bola bema'ni qaror chiqarsa, bu bolaning to'limi bema'niligidan derak bo'ladi. Rahmat Alima olim. Ben bu yerda yana bir narsani ta'kidlagim keldi. Ablikim siz shundoq bir so'zingizdaki Amerikamızda undaq emas 4-5 yil yurgan bo'lsa degan gapni qilib, mayli ota-onam ashta qilib qolsa, eng oxir faqat iloj qilolmagan vaqtimda men ota-onamni rozi qilishni tanladim dedingiz. Shuning bilan butun qizlar qo'rqib ketib chiroqni o'chirayotdi-da. Bu qizlarnikimi bu ojizlik nuqta. Mening ko'z qarshimda qizlar undaq qilmanglar. Ablikimning tushuntirishi bordaq qildi. Mening gapimni hammamiz xato tushunib qopti. Shunga deyman. Endi bu yerda mening opamga o'yinishni sap qo'ygan qiz bola. Chunki sana bo'lmaydi deganni opamga bildirgan qiz bola, u bo'lmaydi degan gap. O o'zidan so'rash kerak, men nimishqa bo'lmadim? Nimishqa men opasiga yaramayman? Qanday qilsam opasiga yarayman? Opasiga yarayjuniga o'ylamagan qiz bola, u bo'lmaydi degan. Menga duchor bo'lgan bir masala, endi u bol bilan aralashmagan, lekin men pul berib turganchi u bolga.
ciddiy ishiltma, tushdikin berib etma degan Burunqi bir yilga, 5-yilda o'tgan hikoyami Arzu. Ha. Andan keyin men so'rmadim, necha oy o'tib ketdi. Keyin jiddiy kerak bo'lganda u baldan so'rsam, meni beshindan lohiqib qimida nima qarsizlik chiqarib etdimi? Telefonimni namoyishda qildi. Andan keyin men amaliy opsini izladim. İzlegandan keyin opsi ikkimizni yuriyotdi deb o'ylab qoldi-da. Andan keyin bu yerda o'zligidan men degan balamga aspirant o'qigan qizlarni olib berma, andaq-mundaq deb ketdi hamdi. Mening amaliyotda u bol bilan hem jümidim, hem do'stlikmi munosabatim yo'q, faqatlam shu xizmatchi tazroq munosabatim bo'lgan. Sizga tushuntirish fursati bermadimi ayni vaqtda? Siz tushuntirolmadingizmi ishingizdikini? Men shu mushta kerak bo'lib qolg'ash qilam, endi ishinib, hem oila sharoiti yaxshi bo'lgandan keyin menga qaytara oladigan deb. Meni demoqchi bo'lganim, ashadimiz sizning o'g'ilning qiz do'sti emasligingizni. Men dedim emas deb desam, mening balam sizning pulingizni olib, ma'lumotning to'g'ri kun o'tkazib turibdi, siz nimancha deb ketgan. Men o'tirib bir kun yig'lab ketdim. Amaliyotda men endi birsiga qiz cho'qib gap qaytarmaydi, gap qaytaramadim u kuni. Mushunga o'xshash, masalan, o'qish tarixi deymiz, andan keyin yana oila sabab deymiz. Shu sababdan qiz bola o'zi yaxshi, lekin otani ashta rad qilgan bo'lsa-chi. Unda rad qilmaydi. Ham unda radnimi qilmaydi. Sizning otangiz demakchi, unda rad qilmaydi. Unda o'qigan yoki u bu degan gap. Qizlarning axloqiy jihatdan rad qilib qolsa, qizlarning o'zida demakchimi? Tushundim. Hozir masalan, Arzu degandek siz qiz do'stingizdanmi, qarz pul so'rab baqqanmi? Yo'q. Men boy Arzu deganda men hayron qoldim dama. Mush mening kallamdan faqat o'tmaydi. Qizlar har qancha kuchli bo'lib ketsanglarmi, o'g'illarning oldida o'zinglarning kuchliligini faqat namoyon qilmanglar. Rahmat Xayrgulda. To'g'ri. Lekin menga yana bir bergan darsi, sizning oldingizga pul so'rab kelgan o'g'il bolaga jiyatmamsiz, uni nima qilsiz qilib deb o'zing boshqami kamchilikni deb dedi. Ayni vaqtda men kinoxonaga kirib, 7 koy pulni kamlab qolganda, ma'lumotdan men kaynim qarmay chiqayotgan, arilib ketgan u bilan dedi-chi. Shu gapimga ta'sir qildi. Shuning lekin o'g'il bola. Demak, Arzu mundaqcha aytganda-chi, siz bir dars olibsiz. Arzigidek dars bo'lgan o'xshaydi qaraganda. Bo'ladi, undaq bo'lsa, biz Ablikim chiqqan bu maydondan azroq xulosa chiqarishga majbur bo'ldik. Men yana gapingizni urib qoldim. Endi masalan hozir bu umumlashayotgan bir masala o'xshaydi. Qizlar tirishchan bo'lib bordi. Hozir qizlar deganning shu yaxshi turmushga erishish uchun har qanday ish qilyotdi-da, ish qilib cho'qim muqim xizmati bo'lmasa, mush o'tlagan qizlarni, shu bugungi kelgan qizlarning hammasini desak, o'z oldiga tirishchanlik qilib, jinini beqish uchun, kelgusi balla bo'lib qolsa, ballasini yaxshi turmush kechirish uchun qanday ish bo'lsa, jafoga chidab ishlayotgan shunday yaxshi qizlar borki, har sohadan. Masalan, men bu yerda Fatigul advokatdan shunday bir narsani so'rab baxmoqchi. Masalan, mushlar to'y qilishdan ilgari o'zlari aralashgan mushunday o'g'illarga pul berib turgan bo'lsa, mushu pulni qaytarib olish imkoniyati qonun orqali bir qo'g'dilamdi. Arzu, siz bayoningizda men bu yigit bilan muhabbatlashmadim. Faqat tunishdachilikda do'stona munosabat o'tdim dedingiz. Birisi. Ikkinchi birisi siz shu pulni qarz berib turgan, shundaqmi? Undaq bo'lsa, siz shu o'g'ilga qarz berib turganligingizni isbotlaydigan isbotlarni to'plab, qarshi tarafdan shu qarz berib turgan pulingizni qaytarishni talab qilib, sud mahkamasiga haq talab da'vosi qilsangiz bo'ladi. Lekin apskayindan siz men bir yig'izmi gap qaytarmadingiz. Men asli bunda ahvolda men hargiz bu pulni qaytarib bermaydim. Siz meni undidor qo'shan qaytarib beray deb shu kun berdi menga. Keyin qaytarib berdimi? Unda o'zi yaxshi ahvol bo'libdi. Lekin agar qaytarmagan bo'lsa, mening tavsiya qilganim, o'sha yoqqa pul berib turganligingiz to'g'risidagi, masalan, qarz o'jiti yoki telefon orqali, vision orqali avatgan yoki odam guvohchisi bor yerda bergan degandek munosabatli dalil isbotlarni elib sud mahkamasiga shuning pulingizni qaytarishni talab qilib, sud mahkamasiga haqlab da'vosi qilsangiz bo'ladi demakchi. Rahmat Fatigulda, demak, Arzuning o'qish puli qaytib ketdi, Azroq saboq elish uchun pul xarjlab qopti, bu pulni qaytib ketdi. Bu yaxshi ahvol ekan. Xo'sh, endi biz shu Ablikimning sahifamizga chiqqan navbatdagi bo'lib o'tgan so'zlardan azroq xulosa chiqaraylik. Biz nurg'un savollarni Ablikimdan so'ragan bo'ldik. Qizlar
ablikimden her türlü savollar sordu. Bu savollar ichida navoda agar degandan boshlangan savollar balkim ablikimni qaymoqtirib qolgan bo'lishi mumkin. Meningcha ablikim haqiqiy o'zining muhabbatiga uchraganda, haqiqiy o'zi yaxshi ko'radigan bir qizga uchraganida ota-onalarningki to'sishimi ablikim uchun cho'ng masala bo'lib qolmasligi mumkin. Hamda muhimi ota-onasini balkim o'zi yaxshi ko'radigan o'g'lining bir qizni yetlab uyga kirganda ko'rganda yuraklar yayrab ketishi mumkin. Biz dal mana shunday oqibatni kutamiz. Rahmat enim, bugungi programmamizga kelganingizdan xush bo'ldik. Agar fursat bo'lsa, yana bir qitim bu sahnada men bilan birlikda fikr almashtirishni xohlamisiz? Xohlayman. Bo'ladi, sizni sahnada saqlaymiz. Xayr xo'sh. Ma'qul. Yaxshimisizlar ekranidagi ko'rganlar. Bu maydonda mening chiqib sababim bo'lsa, mening javobimni qizlar xato tushunib qolgan bo'lishi mumkin. Afsuslanadigan ish yo'q. Men cho'qim kelak sanga qatnashim. Mayli sahnimizdan ruhli qaytgan o'g'illar bo'lsin va yoki azroq ko'ngli yerim holat qaytgan o'g'illar bo'lsin, bu hayot mana shunday. Gohida biz xushalliqlarga ko'plab erishimiz. Gohida qisman o'qishmasliklar tufayli yenimizdan yaxshilar agib o'tib ketib qoladi. Balkim u yaxshilarning yenidan agib o'tib ketgandir. Biz mana shunday xulosa berib turaylik. Ikkinchi mehmon sahnaga chiqishdan burun biz yana bir yaqinlik kuyga quloq solamiz. Yandırgan nideydiken çırak, küydürgen nideydiken parak, küyüp turup ya süyelmesem, küydürgiçe ketgine jırak. Yandırgan nideydiken çırak, küydürgen nideydiken parak, küyüp turup ya süyelmesem, küydürgiçe ketgine jırak. Yari yok ni biçare deydum, yari yok ni emmiye kileydum. Yaralgan biz cüptümüz bilen, tenha yürüsek nimdeydum. Yari yok ne biçare deydum, yari yok ni emmiye kileydum. Yaralgan biz cüptümüz bilen, tenha yürüsek nimdeydum. Laledim muak, yanalmadım keçiler bırak. Küldürmedim köydürgen bilen, göz kısmayla kepkine umak. Laledim muak, yanalmadım keçiler bırak. Küldürmedin köydürgen bilen, göz kısmayla kepkine umak. Yari yok ne biçare deydum, yari yok ne emmiye kileydum. Yaralgan biz cüptümüz bilen, tenha yürsek nimdeydum. Yari yok ne biçare deydum, yari yok ne emmiye kileydum. Yaralgan biz cüptümüz bilen, tenha yürsek nimdeydum. Yari yok ne biçare deydum, yari yok ne emmiye kileydum. Yaralgan biz cüptümüz bilen, tenha yürsek nimdeydum. Yari yok ne biçare deydum, yari yok ne emmiye kileydum. Yaralgan biz cüptümüz bilen, tenha yürsek nimdeydum. Tenha yürsek nimdeydum.
Xo'sh, endi biz ikkinchi mehmonni sahnada kutib olamiz. Oldi bilan ekran orqali uning bilan tanishib chiqaylik. Yaxshimisizlar ko'pchilik, mening ismim Musajon Mutallib. Bu yil 33 yoshga kirdim. Boy egizlikim bo'lsa 1.87 ta. Qilayotgan kasbim bo'lsa avtomobil bezakchilik do'koni ochaman. Mijoz xarakterim bo'lsa ochiq yo'riq, xushxo'y. Men bu programma qilishning maqsadim o'zimga o'xshash bir niyat, bir maqsadda ma'nolaydigan jo'r tepish. Mana yana bir qaltis mehmon sahnaga chiqish oldi turyotdi. Ya'ni musobaqa mashinasi mahiri Musajon. Yaxshimisiz Mayra? Yaxshimisiz? Ko'pchilik bir salom qilay. Qani. Hurmatli ustozlar, qizlar, ko'rurmanlar, hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Mendan sizlarga o'tliq salom. Xushkepsiz Musajon, sizning kasbingizga shunday qiziqyapman. Musobaqa mashinasi degan bu tur Shinjonga nisbatan bak konu tur emas-ku deyman. Bunday aytgan yangi tur. Endi boshlanayotgan turlarning birisi. Siz musobaqa mashinasi haydagani qanchalik vaqt bo'ldi? 2011-yildan boshlab men shu Shanxay tavasida o'ynashni boshlagan. Keyin 14-yilning yil oxiri 15-yildan boshlab Urumchida mashin serildirish musobaqalari qatnashyapti. Urumchining nerede shunaqa musobaqa maydonlari bor? Bu Osiyo yarmankasida o'tkazyapti. Har yili 2 qitim, 3 qitim mushuna musobaqa. Sizlar haydaydigan musobaqa qanday yo'llarni asos qilindi? Eng yaxshi bo'ldigini asfalt yo'l. Onundan qolsa simot yo'ldi. Hozir bizning shu Shinjonda hozir Urumchida o'tkazyapgan butun simot yo'llarda. Cho'ng bir maydon bor. 20 ming pinfan qildigan ashuna cho'ng maydonlarda anaqa tiklab qo'yilgan narsalar bor. Ashundan yo'l yasab chiqarib ashuna ishlaymiz. Siz nima sababdan bu turga qiziqib qolgan yoki kichik vaqtingizda bir ish ta'sir qilganmi va yoki keyingi vaqtlardagi bir ishlarmi? Buni desam hamda men o'qish hayotimdan boshlab so'zlasam bo'ldi. Maktab bitirganimga 1 yil qolganda men mashin qiziqmaydim. Moto, velosiped desa ham jinini berdim-da. Shuning maktab bitirgan az qolgan vaqtimda opam mushunda pravo avog'in, keyincha mush pravo bek asqatidi degandan keyin bo'ldi deb pravo tizimlatdim. Tizimlatgandan keyin mashin qiziqib ketdim. Demak, rol tutgan yaxshi ko'rgansizda. Nada maqsam mashinga qaraydigan bo'lib qilib, pravo qo'lga chiqdilar mashinani qayda. Odatda musobaqa mashinasi haydaganda eng tez suratda, masalan, qanchalik suratda haydaysizlar? Eng tez bo'lgan ahvolda. Buning aloqasi mashin serildirishnikida tez surat hisoblanmaydi. Buning shu yonto'liq darajasi keyindan chiqqan isning cho'ngligi, mashina qarta nomeri belgilaydi-ku. Uningda suratning tezligi qarmaydi. Endi tuz yo'ldan bisib chiqadigan tuz yo'lda bir-birisi bilan surat hisoblaydiganda uningda suratni. Demak, siz xatlarga tavakkul qilgan ishlarni bakrak yaxshi ko'rgansizda. Biroq etim hodisaga yo'liqib baqqan vaqtingiz bo'ldimi? Hodisaga cho'ng yo'liqmidan kichik urilishlar qilishlarga yo'liqdim. Cho'ng yarilishlar bo'lmadi-da. Bundan keyin bo'lmasligini umid qilamiz. Rahmat. Qani, qizlar qarang. Qizlar so'raydigan, "Voy, go'zal savollar tayyor ekanda." Qani. Sizdan bir savol so'ray. Masalan, ishimiz yurib, to'yimiz oz qoldi, xat olganimiz oz qoldi deylik. Shunda ahvol ostida siz bek tonib ketmaydigan yoki munosabatingiz hali yaxshi o'tadigan birisi meni uyga olib qo'y yoki kesh qoldim yoki mijozim yo'q deb sizga telefon qilsa, siz uni mashinadan olib chiqaramsiz, keyin chiqaramsiz. Olib qo'yamiz, opamam sizdan dekin desam. Bu ikki xil bo'ldi. Siz bu vaqtida cho'qim keyinga chiqirma. O vaqtda men olib chiqib qo'ymayman. Siz yo'q vaqtida oldiga chiqiraverma. Chunki bu do'stlik, muhabbat, odamgarchilik deganni hammani o'rlasak yaxshi bo'lmaydi. Hammani tang apmoq emas. Men o'z yo'limda mangman, do'stlikqa do'stlik bo'yicha muomala qilman. Oldiga chiqarib o'ltayqizayverman. Bizning aloqa ba'zan ideyalarimiz bilan qatnashib ketsa yaxshi bo'lmaydi. Musajon, sizning men tushunishimcha Musajonning demoqchi bo'lgani, men faqat rolda o'tirman, chiqayotgan qiz oldida o'tiramda, orqada o'tiramda, u uning erkinligi bo'ldi demoqchimi? To'g'ri. Undaq bo'lsa, Go'zaldan so'rab baqay. Boshqalarning erkinligini hurmat qilishimiz kerak. Go'zaldan so'rab baqay. Siz uchun mashinaning oldiga o'rin shuncha muhimmi? Muhim emas, lekin shunchalik bir o'rinni bo'lsa-mu, menga ap qo'yishga deyman shu. Agar siz qiz do'sti bo'lgan sharoitda, cho'qim siz yo'q ahvol ostida boshqa qizlar chiqsa keyingi o'rinda o'tirish kerak ekanda. Bo'ladi. Rahmat. Qani qolgan qizlar? Mayra, to'y qilib ayolingiz bilan ranjishib qoldingiz, shunami? Ranjishib qolgan vaqtingizda ayolingiz
özünün qeyran çıxıb öydən çıxdı o bəzən qızlar xapıb. Adıqlar. Şu çağda dostunun uyda qunub qalsa bu xatalıqni dostudan görəmsiz, ayarlardan görəmsiz. Əgər aşda vaxtda dostunun uyda qunub qalsa qandaq qaraysız? Bununla mening bilgan asosda yoki bilmagan asosda ikki xil bo'ldi-ku bu. Men bilmagan asosda bir kecha yo'qolib kelsa, men cho'qim hammani izlayman. Butun atrofdagi do'st birodarlardan surishtirishni qilaman. Agar men bilgan asosda shu do'stimmi mening tunuydigan hamda haqiqatan yaxshi ishonchli bir do'sti bo'lib qolsa, men yo'l qo'ymayman ularga. Agar demay turib qonsa xapalaysiz shundaqmi? Demay turib qonsa xapalayman. Demay turib bu kechadan nima ketadi? Ya yaxshi yerga boramdi, yo yomon yerga boramdi. Men uni cho'qim surishtirishni qilaman. Qondirgan do'stiga jon. Qondirgan do'stiga men ortiq gapim yo'q. Chunki mening ayolim bor u yerga. Ha. O hergiz do'st chaqirib ekanmidi. Adash do'st erim bilan so'qishib qolsam, ya qaytib kelaman, men bir kecha qondirib olay. Deb o do'sti uni demaydi. Masalan, mening ayolim so'qishib chiqib deb o'zi bordi-ku u yerga. Men do'stimni hergiz ranjimayman. Rahmat, sinovar qildim. Nayt yaxshi javob berdingiz. Arzu. Tasavvur qilib dedingiz. Men yana bir tasavvurni o'tirib qo'yib baqansiz. Favqulodda bo'lib qolgan ish. Masalan, navoda motosiklet daydaysiz, qanaq musobaqalarga tushib, qilib. Qilmayman. Bir qiz bilan tunishib 2-3 oy bo'lgan vaqtda bu qiz olma motosiklet haydashga omroq. Meni bir aylantirib kelsangiz, shu motosiklet bilan shamoligim bor deb kaynangizga tizolab chiqib olsa, yoki sizlarmi birga chiqib aylantirib kirgansiz bo'lsa, ishkanglar aydidanglar buni. Vahşi tikayda tuttu, doqqil soqulaplam, qiz motodan yengil olgandan chachirab chiqibdi. Ya puti, ya quli, ya mengidan chataq chiqib biyalash bo'lib qolgan ahvolda. Men dedim-ku, taxi 2-3 oy aralashgan qizlar. Uydagilar esildi sizga. Baqsam de qizimni olasa cho'qim deb. Qanday qilasiz? To'lam qutulasizmi, olasizmi? Tragediyalik tasavvurga bu, ha? Bu savolingizga javob beray. Bunda ahvol ostida men cho'qim ilib bir umr o'tishdan chiqaman. Esil. Shuni kutgan. Qonuniy jihatda buning qandaq masalan, hozir bir umr o'tishdan chiqaman dedi, lekin to'yimni qilib xotinlik olaman demidi. To'yimni qilib, uning o'tishdan chiqish bilan xotinlik elish bu ikki narsa-ku. Shuningmiş qonunda agar ashundoq zaxmlansa, cho'qim xotinlik olasan demdi yoki undaq demisin bo'lamdi. Endi bu muhabbatlashayotgan vaqtida shu voqeaga uchradi, zaxmlandi yoki ig'voq desak, meyib bo'lib qoldi. Shunaqmi? Bunda bo'lganda endi sizlarning o'ylanish guvohnomasi olmagan ahvolda bu muhabbatlashayotgan vaqtida bo'lgan ish bo'lgandan keyin endi bu xohlasangiz to'y qilsangiz bo'ladi. Agar endi to'y qilmaydim desangiz, shu munosib yaxtilab javobgarligini ustingizga elib, to'lashga tegishli to'lamlarni to'lasangiz bo'ladi. Rahmat. Qizlar bag'ansir qo'rqitib bardi, ha? Musajanli. Aynur. Qo'llarimni titrtib bardi. Aynur. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men sizdan bir savol so'rab baqay. Sizning yoshingiz cho'ngib ketdi. Shunga uydagilar shunchalik jiddiy, mush balamning bir ko'zimizning ochiq vaqtida bir to'y ishini yaxshi qilsak deb nima qilib sizga dedi-da, sizning qiz do'stingiz bo'lsa, balam akram bo'lmasa biz bir qizni o'ylashib qo'ydik. Deb shunaq degan ahvol ostida, siz yanada bir shu dishning bir ishkidan oldida bir qiz bilan hamda tanishib qoldingizda, bir do'stingiz tanishtirib, lekin siz o qizni tushunmadingiz. Tushunmay turib, "Ama opam uydagilar topgan qiz qandaroqdi? Men olami bir ko'rishib baqaychi?" deb shuninglar uyingizdagilarga, "Mening hech qanday qiz do'stim yo'q, opa, bu tanishtiringlar" deb uydagilar, ishchi cho'ng uydagilar aralashgan bir qiz bilan tanishib, shuninglar o aralashib qilib, siz ikki taraf bilan tang aralashib qoldingiz. Birisini uyingizdagilar o'qidi, birisini uyingizdagilar o'qmaydi. Lekin keyin siz otangiz sizga tanishtirgan qizni emas, o'zingiz tanishtirgan qizni yaxshi ko'rib qoldingiz. O vaqtda qanday qilasiz? Bizning qizlar agar qalam tutib asar yozsa, xili hikoyalar chiqadi-ku. Ha. Endi bir to'yning oldidagi ishda har qanday ishda o'zimning erkinlik bo'ldi-ku. Men to'y qilib xat oldimmi?
cho'qim shu qizalga bir umr o'disdan chiqishim, shunga mas'ul bo'lishim kerak. Lekin to'y qilishning burunqida men masalan ikki qizal bilan yurib qolgan bo'lsam-mo, men oxiri kelganda yana shu o'zimning ko'ngliga yargan qizal bilan to'y qilishni xohlayman. Siz nimishqa shu vaqtlar apangiz tunishtirgan qizlarni rad qilyapmaysiz? Nimishqa ikisidan tang aralashsiz? Ha, siz nimishqa shunday qilsiz? Bu savolni siz so'radingiz, men qilmadim edim. Bu savolni siz so'radingiz, farazni siz o'tirib qo'ydingiz. Oxirida men sizga shu farazingiz to'g'riliq men javob qaytardim. Hamda u boshqa so'rab kelsak, men hargiz uni qilmayman. Aynurning maqsadi bo'yicha aytganda, cho'qim ota-onangiz bilan tanishtirganda chiqmay, o'zingiz xohlagan bilan chiqib to'yni shunday bilan qilsangiz, qiz bilan hech qanday bir tarixingiz bo'lmasin, bo'lmamdi demoqchi, shundaqmi? Shu dastlablam rad qo'yish kerakda. Qiz nima ikkilisini ma'no bilan aralashib baqaychu, o'zim tanishgan qizlarni aralashib baqaychu deb, u cho'nglarni aralashtirib qolib, ularga bir mazgil aralashib, keyindan mening muhabbatim bati ani yaxshi ko'rdim desa, masalan, qizlarningki hissiyati turib o'ylashganda meningcha qizlarimiz masualingiz ikki xil bo'lib ketdi. Hozir bir xilga javob berdim-ku, yana bir xilga boshqa qaytirib yana bir javob beray. Bo'ldi. Hozir boshda ikki qizol kelib qoldi degan holat keldi. Birisi 2 kun bo'ldi deb tanishqili. Yana birisi opam tanishtirdi. Bu o'tirliqda ko'rishib bilan 1-2 kunda yaxshi ko'rib qilish yoki to'yni xiyol qilib ketish ahvol yuz bermaydi oldirab. Men ikkili tarafdan ko'rishib boqaman. Ko'rishib, men odatda bir necha kun paranglashsak, bir necha kun tomoq yesak ham bir odamning mijoz xulqini ma'lum nisbatda tushunigil bo'ldi. Shuning qarta men hafta bo'lamdi yoki 10-15 kun bo'lamdi, ikkisini da kuzatib boqaman. Ikkisining qaysi mening xarakterimga bakrak mos kelsa, men shu zaman yana bir qarshi tarafga gapni kesib o'taman. Qanoatlandingizmi Aynur? Javob berdi. Chunki bunda savol so'rashimda mening beshimdan o'tdi. Oldin qitim uydagilar xotandan bir bal tepdimi? Ikki cho'nglar tepdi endi. Men xotan bormayman desam, buni buncha olaya zodi kamsan olmaydi deb. O balni ilqi ishqib shu aralashdik 6 oy. Asos chatin men mayada, ular xotanda bo'lib aralashib, o cho'nglarmi voy shunday yaxshi deb nima qilib qo'yganda, tuyuqsizli bir kun osmondan nima tushgandek, shu men sizni yaxshi ko'rmayman. Ochiq osmonda chaqmoq chaqarlik chiqdi-ku. Ay meni qiz do'stim bor. Shunday atanisi dedi, "Yo'q bolam, sizni nima qilamiz?" debdiki men unutdim. Chunki amaliyotda bir mas'uliyatsiz er deb o'yladim o'zim. Chunki u mas'uliyatlik er bo'lsa unda qilmaydi, shundaymi? Amaliyotda kimning yaxshi ko'rishi o'zining erkinligi. Bu muhabbatni bo'labmi majburlab tang'il olmaydi, lekin chunki avvalgiga unda vaqtni suzatmaslik kerak-da. Bizda hissiyat degan narsa bor emasmi, shundaqmi? To'g'ri. Demismi qizlar? Doilari rahmat. O'zining beshidan o'tkazgan qismatlarni so'rayotdi. Gaylari faraz qilib turib so'rayotdi. Lekin bir narsaga diqqat qilmadinglar-ku deyman. Musajonning qo'lida bir tal oltin uzuk paqirab turibdi. Qiziqishim. Bu uzukning alayida bir ma'nosi bormi, yo'qmi? Yo'q. Bosh soatga moslashtirman debchi. Ha. Odatda soatga moslashtirib uzuk taqashlarni xili yaxshi ko'rgansiz-da. To'g'ri. Bo'ldi. Qizlar davomlashtirsanlar bo'ldi. Aliya. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Boyam siz ma mototsikl havaskori dedingiz-a? To'g'ri. Bakrak yaxshi ko'rdingiz shu mototsiklga o'xshaydi, shundami? Hozirgi kayfiyatimda motosiklet, mashina hammaning o'rtaq bir xil qiziqishda. Shu motosikletga bo'lgan qiziqishingiz men burun motosiklet haydashni yaxshi ko'rdim, garchi qiz bola bo'lsam-mu. Chunki bizning uyda dadamning bir motosiklet bor, faqat haydamagan taqdirda kichkimdan tortib pattada ko'z oldimda. Shunga cho'ng bo'lgan bir motosiklet haydab baqsam degan bir orzuyim bor, am ishga oshirib boqmadim. Shunga mushtat ozroq o'xshashligimiz bor ekan deb o'ylab qoldim. Rahmat. Sizdan yana so'raydiganim yoshingizni bilib baqsam bo'ladimi? 32 yosh. Yosh farqimiz bor ekan. Ammo yana so'raydigan savolim bor. Siz shu mashina musobaqa mashinasi haydashdan boshqa kasbingiz bormi? Kirim qilgan. Kirim qilgan o'rinlar bor. Bir nechada bir necha xil kasbim bor-ku. Birinchidan shu mashinamga loyiq o'zim mashinani o'zgartirish, bezash, umumlashgan bir do'konim bor. Undan keyin akam ochgan Jashov shoferlik tarbiyalash maktabi. Akam menga yordamlashmasam bo'lmaydi deydi. Uningga yordamlashaman ancha-muncha. Undan keyin bir hamkorlik qilib, azroq persentni olgan bir kashlik klubim bor. Shu kashda shu
2-3 saat klubga berib ko'rinib qo'yib, boshqa vaqt kunduzi shu do'kon bilan shopirlik maktabini ochdilar. Ha, yaxshi. Vaqt o'rlashtirishingiz tirishgan ekansiz, ha? To'g'ri. Men tirishish, men chunki dadamdan bek kichik qolgancha, kichikimdan hamda o'zim tirishib, uyni o'zim qamdab kelgan. Ha. Undaqda yurtingiz nereden? Men shu Urumchidan. Ha. Tigitektimda surishtirib kelsak, G'ulji tarafga to'g'ri kelamiz. Ha. Cho'ng dadamning tigi G'uljidan ekan. Ha. Mushu sizningki kelgusi topmoqchi bo'lgan loyiqingizga nisbatan chechiga, bo'yturqiga, kasbiga, masalan, terisining oq yoki qorliqiga yoki ko'zning qarchig'ining rangining manda bo'lishiga qo'ydigan talabingiz bormi? Inchga. Yo'q, ba'zi o'g'illar haqiqatan inchga. Masalan, qisqa chashma, uzun chashma demoqchi-da, hozir Aliya. To'g'ri. Anglab boqaylik Musajon. Meningmi demisimi qizlarga bo'lgan talabim biza jiqroq endi. Jiq desam hamda o'zimni bek ustun chaqlab olganim emas. Hamda siz degandek ma turlarga hisoblaganda men cho'qim seriq chashliqni topaman desam, mijoz bir xil chiqadi. Cho'qim qora chashliqni topaman desam, uning mijozi o'ziga tushliq chiqadi. Shuningga u sirtqi qiyofatiga men ancha bek baho bermayman. Chunki sirtqi qiyofat kelsa, ishki mijoz kelmaydigan ashuna o'xshamasliklar paydo bo'ldi. Demak, sirtqi qiyofat mening oldin tanlashimga sabab bo'lamaydi. Asosliq men mijozni tanlayman demoqchiman. Lekin cho'qim chiroyli bo'lish kerak-da. Chunki nimishqa bunday deysiz desangiz, hamda o'zining ayoli chiroyli bo'lsa, hamda maslanggacha sirtqi qarab qilish nisbati tuvan bo'ldi. Ko'ngli go'zal bo'lsa, texmi tuvanlashidi-ku. Shuningga ikkisini birlashtirib bir loyiq topaman. Eng oxirgi bir savolim. Siz shundoq tirishchan ekansiz. Hamda o'zingizningki har qanday bir odamga yetmoqchi bo'lgan bir nishon bo'ldi. Shundoq mayli uyg'unish bo'lsin, turmush bo'lsin, xizmat bo'lsin. Undaqda sizning turmush jihatdagi sizning barpo qilmoqchi bo'lgan oilangizga nisbatan bir tasavvuringiz, masalan, shunday bir oilam bo'lsa deb bir xiyol qilib boqqanmi? Unda xiyollarim bahchiq. Hamda ashning ichidan normal bir holatni keltirib beray. Men tirishib, shu o'zimning mashin sohasiga bak tirishiman-ku, musobaqa, mushlar ishlarga. Shu musobaqa sohasida bir bosh ko'tarib xalqaro yuzlanish orzuyim bor. Xalqaro yuzlanishdan sirt yana bir xayr sagat fondi jamiyatidan birini qurish orzuyim bor. Chunki men kichikimdan bak jafoat cho'ng'ancha, shuningga men shu qiyinchilik valaga men qo'limdan kelsa cho'qim bir yordam qilsam deb o'ylaydigan bir psixikam ideyam bor. Undan keyin shu manzillarga yetib bo'lganda chiroyli dacham bo'lsa, romantik bir turmushim bo'lsa deb o'ylayman. Rahmat sizga. Kirish jarayonidagi o'y xiyolimiz o'xshaydi ekan, ammo yosh farqimiz. Men cho'nkaman. Kechiring. Rahmat. Xo'sh. Yaxshimisiz? Men sizdan ikki savol so'rab baqsam. Boya deb o'tdingiz, shu musobaqa sohasiga intayin qiziqaman, chuqur bir natija erishishimni umid qilmayman. To'g'ri. Masalan, siz o'zingiz eng yaxshi ko'radigan, mush qizni olaman deydigan loyiqangizning tug'ilgan kuni bilan sizning musobaqa o'ynagan kuningiz bir kuni kelib qoldi. Buni qanday hal qilasiz? Buningga bek oddiy javob. Chunki men musobaqani to'xtamdan tuzab qo'l qo'yib musobaqaga o'rilish bo'lganman. Uni qaytarib etkilib bo'lmaydi. Uni qaytarib yetaman desam, men shu o'zimning orzularini butun yo'q qilsam bo'ldi. Birdan bir fursat bo'lib qoldi-da endi u. Men u fursatni yo'q qilsam bo'lmaydi. Tug'ilgan kun degan biz ideyarimizda bir tug'ilgan kunda bekitib olamiz-ku uni. Amaliyotda tug'ilgan kun pul topganda, baxtli bo'lganda kunda tug'ilgan kun o'tkazsak bo'laydi. Alimalim, mening mushtab sizdan bir savol so'rag'im bor. Qarab baqsangiz, butun qizlar chiroqni birla Aliya yosh sababidan chiroqni o'chirib atgan bilan 7 qiz hozirgi chiroqni saqlagan holatda. Buningda bir alayda sabab bormi? Siz nimani his qildingiz? Hamda mushu 7 qiz mushu musojam bilan parangiz jarayonida xuddi angdan chiqib ketib qolgan bir odam xuddi bundoq tutib tura olgandek, musojam buning hammasiga ajoyib kuchli bir erlik, bexatarlik tuyg'usini xuddi bir qishda to'nlab ketgan odamga qilin bir yotqan yeb qo'ygandek, ana shundoq bir illiqlik va bexatarlikni berdi. Gerçi bular har birisi chiroq saqlab qilishning sababini so'rsangiz har xil javob bergan bilan, amaliyat o javoblarning hammasi buning kallasini javobi. Amaliyotda
Ularning o'rtaq tuyg'usi. Odam tuyg'u bilan mangdi, hargiz kallasiga o'y bilan mangmaydi. O'y faqat yaxshi tushuntirish uchun ishladi. Ammo odamlar qaror qilib bo'lgan narsani tushuntirib qo'ydi xolos. Hargiz tushundirgunini sabab qilib qaror qilmaydi. Shuna bu bolalarning qaroriga ashundaq bir xil tuyg'u tegdi. Bu qizlar emas, o'sha biz o'rtog'larg'imi Musajon bir xil noiti ishonchlik tuyg'uni berayotgan gapda yo'lansi bo'ladigan to'g'ri. taqdek ta'sir balkim. To'y qilish obyekt bo'lanmasimi? Bizning to'y qiladigan adimiz bo'lanmagan bilan, ammo bizning do'st bo'lsak bo'ladigan, hamkorlashsak bo'ladigan, akina bo'lsak bo'ladigan ash tuyg'uni beryapti-da. Mana bu tuyg'u rahmat ustoz. Amaliyotda nurg'unlarimizning qarshi tarafga eng ijobiy qaror chiqarishimizda muhim rol o'ynaydigan. Rahmat ustoz. Rahmat. Savolingiz bormi? Yaxshimisiz? Sizni so'rab qo'ysam, nomada maslanga ikkimiz to'y qilib qoldik deganda, men sizning ayolingiz bo'lsam, siz to'y qilib bo'lgandan keyin bo'lsa musobaqa avtomobil haydamisiz? Mush kasbni qilmasangiz desam, 50 yoshga qolgan ekansiz. 50 yoshim bormagan vaqtimda men rad qilaman. Nimishqa desangiz, men xotin deb oldim, to'y qildik. Endi men to'y qilib bo'lgandan keyin men cho'qim sizni hurmat qilaman. Bir umr sizning o'yingizdan chiqaman. Endi sizmi shuning qarta mening cho'qim o'zimning erkinligini, o'zimning qiziqishini qo'llashingiz kerak. Mening ayolimga bo'lgan talabimning orasidagi birsi mening kasbimni cho'qim qo'llash kerak deyman. Lekin men musobaqa avtomobil haydasa bexatar emas deb o'ylayman. To'g'ri, to'g'ri. Bexatarlikni ansirayman, shu an hozircha o'chirib turay. Bo'ldi, chatoyiq. Hamda bizning bexatarligingizni ansirayman deb turib o'chiribdik. Hayotning ma'nosi bexatarlik izlashmas-ku. To'g'ri. Bexatarlik izlasak, paraxotlar mangu qirg'oq tutsa eng bexatarchu. Ammo bu paraxotning vazifasi emas. To'g'ri. Bexatarlik faqat taraq qilmaslik, qo'rqinchoqlikning bir xil vazifasi, bir xil ifodasi. Men kechida doim qusqum echib, bir nimani yeplam tush ko'raman. Qarasam, yostiqlarimni yalab ketaman. Og'zimga nurg'un birimiz yig'ilib ketadi. Qusqum ashlam. Men tushlarimda yemeklik izlayman. Men nemishqa yemeklik izlab tush ko'raman, chunki men och yotganligim uchun. Bir o'g'il bola, bir erkak doim och yurish kerak. U to'xtamay yemeklik izlash kerak. U to'xtamay o'zining shu hayotdagi o'zining orzusini amalga oshiradigan fursatni izlash kerak. Bundaq fursatni ko'rgan vaqtda xotishir o'ljini ko'rgandek uning oqini yugurish kerak. Uni hech qanday narsa uning yo'ldan, hatto uning ayolimi, hatto uning bolasimi uning to'sqinlik qilolmasligi kerak. Mana bu eng oxirida onundan keyin ana shu qarshi taraflarga ondan u bexatarlik tuyg'usini ondan shu shakllantiradi. Agar uningda o'ndaq bir xil jasorat bo'lmaydi ekan, menimcha bu o'zini ashunchalik bexatar qilolmaydi ekan, menimcha atrofidagilarga mumkin emas. Ular orzu qilgan u tuyg'uni berolmaydi. Qarayman bu nuqtada men 100%, 200% Musajonni qo'llayman. Endi qizlar hayotda muhim narsalar bor. Shu har qanday bir qiz o'zining hayotida, o'zining to'yida, ayollikda eng muhim narsani tutib olmasa, hamma ushshaq tushak narsa u qiz uchun muhimdek bilinib ketib, eng oxir bu turmushni tutib olmaydigan gap. To'g'ri. Rahmat Ali molim. Bizning va mushadiki barliq qizlarning seni yoqtirishning sababi nima deganda, sening hayot yo'lishing nihoyat aniq. Seni tavrinish degan narsa yo'q. Seni nega boraman, qanday qilaman degan narsa yo'q. Seni nishon nihoyat aniq, energiya nihoyat aniq. Ana shu sendagi kimlik bizga ta'sir qilyapti. Sen o'zingni qimmat qilgan bu xarakteringni mangu yo'qotsan bo'lmaydi. Sening barliq vaqting, energiyasing, puling seni bizga qimmat qilayotgan osh xarakterni kuchaytirishga sarf qilindiki, hargiz bu yo'lda uni ozlashtirish uchun hech qanday narsa yo'l qo'ysan bo'lmaydi. To'g'ri. Men bu bundagi narsa vaqt kirishim aytdim. Rahmat sizga. Mening savolim. Rahmat. Xo'sh. Abiyening sahnida shunday yaxshi, men so'ragan savolimga shunday yaxshi javob berdingiz. Boshqa do'stlarimizning savoliga shunday yaxshi javob berdingiz. Rostga aytsam, faqat sahnaga chiqib necha vaqtingiz faqat tantirab boqmagan, sizga qilib tantirab ketdim. Munavvar damda o'qandi. Rahmat. Chiqchiatlarda men o'ylagan
Çünki yaşımız mı rastgahtan düşürgen. Rahmet. Şunda yaxşıken siz rastlam. Deymiz hamda bir sual sormoqchi siz abi men nayt jihatdan qasam yushu dedingiz. Lekin mush yushu bunisi qatta bir natijalarimiz bormi yaşqıcha. Aile şaraitimi, maşin şaraitimi. Aile şaraitimiz. Kasb jihatdami? Ha, kasb jihatdan degandek. Bu sualni so'rash menimcha bu sualni so'rash tas tushunish aniq bo'ladi. Yo'q, demakchi o'g'lim masalanga siz hozir men yushu kansam qarsam. Masalanga ash degan gapingiz tushliq, masalan o'zingizga xos uy, hamma narsalarni to'liqlab qo'yganman demakchi. To'yni oldiq sharoit. To'yni oldiq to'liqlab qo'yganman demakchi. Abay dedi-ku men bir mablag' sab qo'ygan. Demak, kirim kirdigan yerdan 3-4 bor ekan hozirgi ahvolda. Undaq bo'lgandan keyin cho'qim bu sharoitni tayyorlab qo'ygan. Siz o'dildan so'raydingiz, uyingiz bormi? Xalısınız, siz bana yaktınız, uyunuz bolsa, ben sizi şundak tallığım ba, siz beni tallamsınız hep sorsunuz. Sırası mektep berdiniz ben demekçi olan gepini. Ayşe demekçi bu hıcı bulup soruyanmadım. Әгітішеміз. Бәзді udul keleli əlimalımı dedi o, oğullar bəzdə sizlər yaxtırmaydıgan tərəflərni yaxtırıb qelishi mümkün, əməliyyat sizlər meni yaxtırmamdıkən degan tərəflərni deb. Udul sorğan bolsa, bəlkə Musacam udul cavab verən bulardı. Mən mi qıyıb getdim? Udul soraydım, hıcı bulup soruyanmadım. Şərait, iqtisadi şəraitmi deb. Mən o, özümü qaymıqıb qaldım. Xoş, mənlə sorab berə, uyunuz barmı? Uy bar. Toy qurğan uy yap boldunuz. Qancha kvadrat? 80 kvadrat. 80 kvadrat. Çoğunmike, kichikmike? Bulam diken. Çıkımız hatırlayamız. Maşinaçı elbette o bulutda. Maşina ba, maşindan özüm musabık oynaydigan maşina ayırım, şahsi turmuşda işildigan maşina ayırım. Anikin. Moto ba. Moto ba, o kim bolsamaydı. Elqi burun 10 ming yillik aile degandek. Hozirgi sharoitdagi shunday yaxshi oila ekan. Lekin rostda sizda shunda suyundim jumu, pek jihatlar. Musajanning bir ping-ponglik uy bo'lmasimi? Bu bola hamon u bo'ludi. Biz bu yerda puli bor bolani emas, pul topa oladigan bolani tanlashimiz kerak-ku. Chunki puli bor odam ikki xil bo'ldi. Balki u o'zi topmagan pul bo'lishi mumkin, u tugaydi. Pul intayin tez tugaydi. Ammo pul topa oladigan odamchi bo'lsa, uning puli menga tugmaydi. Əlimalım deməkçi oğlum, həm də bəzən ballar ağızbək boyu dedi. Bu balını ondaq deməkçi emas. Çünki mən bu balını hazır bir yerdəki gibi bilən. Lakin həqiqi əmiyə əhvalını oxumayımız. Şu an anandakı bu atılıq adamlar rasadan məsəl deyib birey, bu atılıq adam siz soğumusunuz mu deyib çıkıb gidiyor. İstanbul. Rasadam tak siz soğumuq için onu demeydi. Musacan bu yerdə heç qandaq nərsini biz soğumasdan burun demedi. Biz faqat soğuğandayken ana ait kəmtərlik bilan cavab verdi. Mana bu niməsə fərqini bilirəm. Anlayın yana babam ayıra. Qani sualım sor olay. Ayıqsınız sizin özünüzün cörsüge bolğan turmuş və kəsb cəhətdə qanda bir bozga deb oylaysınız. Çoxum birinciden meni qo'llash kerak. Asosli shu. Qo'llash kerak, mehribon bo'lish kerak, meni uydan sirtqi ishlarimga aralashmaslik kerak. Chunki men o'zim yo'lda manaman. Men hamda burunmi jamiyatda uya-buya so'qilgan vaqtlarim bo'lgan. Köydük, oldu toy qilgandan keyin boshqa ishlarni tashlaymiz. Cho'qim tirishib oldimizga ilgarilasakli bo'ldi. Shundan cho'qim o'tirimizda ishonch bo'lish kerak, meni qo'llash kerak, mehribon bo'lish kerak. Eng muhimi kulmaslik kerak. Xizmatda bo'lsin, bo'lmasin ancha muhim ish emasmi nima? Xizmatda bo'lsin, bo'lmasin biz o'g'an bola, biz toy qildik, biz cho'qim o'disdan chiqishimiz kerak. Cevap çıktı ya. Negiz şuti. Ayalınızlar neymiş qısa hoş bolasiz. Xizmat tarafdan qanday tarafdan Uyda zerikib qoldim desa, o'zi xizmat deb qism bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Undaq bolsa, qizlarning savoli biroq tugagan bolsa, mana qaraydigan bolsak, hozir bu tarafdan ikki chiroq, bu tarafdan ikki chiroq sizni saqlab turibdi. Endi programmamizning qoidasi bo'yicha, agar siz mush 4 chiroq ichidan o'zingizning dili xoligan chiroq egisini ip qilib, sahnaning o'tiriga taklif qilib, qo'lidan yetilab sahnamizdan ayrilsangiz bo'ladi. Agar siz yana xohlamsangiz, to'rtli chiroqni o'chirib yetib, sahnamizdan o'zingiz yolg'iz ayrilsangiz bo'ladi. Bu sizning erkinligingiz. Sizning o'rindigingiz uchun qani. 4 chiroq. Kechirsiz. 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 Kechirsiz.
nima uchun kechirsiz degan so'zlar bilan hamma o'chirib o'tasiz? Chunki men uchun chiroq yoritib turganiga men bak xush bo'ldim. Lekin o'chirayotganimga xijilchaman. Shuningga kechirsiz deb qo'ydim. Ko'nglimga yaragan qiz oldim. Vaz kechganingizdan pushaymon qilmaysiz, shundaqmi? Agar yana imkoniyatlar yor bo'lsa, programmamiz qayta qadam bosishni xohlamsiz? Xohlayman. Bo'ladi. Sizdek o'ziga ishonadigan hayotdagi nishoni aniq yigitlarni biz har zamon qarshi olamiz. Rahmat. Bo'ladi hamsa. Xayr xo'sh. Ustozlar, xayr xo'sh. Yaxshimi ko'rilmanlar. O'sha vaqtlar xayrli bo'lsin. Men bugun bu sahnaga chiqqanimdan shunda xush bo'ldim. Hamda nihoyatda oqko'ngil samimiy qizlar kelibdi. Oxirida endi menga 4 qizlar chiroq yoritib turdi. Lekin men ularni tanlamaslikdagi eng chong sabab mening ko'nglimdagidek, mening yoqtiradigan tipimdagidek qizlar yo'q bo'lib qoldi. Shuningga men keyingi sonlarda mening yoqtiradigan tipimdagi qizlar bo'pli qolsa men cho'qim tanlab olib chiqib ketaman. Biz to'liq munavvar bir